uyimni ko'chirib ketgan keldinglarmi sizlar? Sharabara aytib keldik eshigingizga. Yo, Sharabara keldi. Abdurahmon Fozilovning uyidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni shunaqa darajada ko'p muxlislaringiz Abdurahmon Fozilov uyiga boring deyishdi, biz keldik. Ishni boshlaymizmi? Kuzatib turinglar. Yomon narsa olib chiqamiz. Endi sizlar bilan umuman hech kim tushmaydigan xonaga tushamiz. Mana shu televizor berib yuboramiz. LG televizori. Ishlaydi. Men Artel ko'raman-ku. Shuncha LG ni berib yuboraman sizlarga. Abdurahmon nech pul? Sotsa ham bo'ladimi? Ha, sotasiz. Maqsad obunachilarga sizni o'zi esdalik qilib qo'yish. $100 beringlar. Ay, yo'q. 100 ming so'mga o'tdimi? Oyoq ketgan-ku. Unaqa sizlarni bolamasiz. Sizga yarashdi. Hech bo'lmasa 500 ming bering-da. 120 ming. Ozgina qo'ying. 150 ming. O'tdi, barakami? Baraka. Kompyuter bor ishlatmayotgan. Mana bunaqa o'yinchoq bor. Futbol bu. Chemodanlarning ichida nima borligini o'zim ham bilmayman. Necha yildan beri sayohatga chiqqansiz? Nechinchi yilda boshlagansiz? 2007-yildan beri. Nechta davlatda bo'ldingiz? 100 ga yaqin. Gollandiyadan olib kelgan. Kelib ko'ring. O, ana 100 ming berib yuboraman. Bo'ldi, baraka. Men bola shuster ekan, o'sha olib ketyapti. Mana shunday qilib ketib ko'rdingizmi? Mana chemodan yengil. Siz vashi past ko'rib olar ekansiz. 50 ming bersangiz, 50 ming berdik mana, baraka. baraka. Nimaga menda keraksiz narsa kam? Mani oilam, qarindoshlarim ko'p-da. Berib yuboraman. Hali mana shu televizorga ham mojarosi chiqadi-da. Ha, sokkerni olib keting. 1000 qanchaga olganman. Bo'ldi, hop necha pul? Necha pul berasiz? 200 ming so'm. Mujik сказал, mujik. Ya gap. Kompyuterda ichida lekin nima borligini bilmayman. Ne day bu omani hanini nana. Necha pul? 500 ming. Ay, 110 ming. 10 mingga balo bormi endi? Kommentariyaga keyingi bloger kim bo'lishini yozib qoldiringlar. Keyingi bloger shu men jigarni yaxshi ko'raman-da. Jigarmi? Ha, Nodir Xo'ja. Agar siz Hoji akamni ko'rgisi kelayotgan bo'lsa, ulardan esdalik rasm olmoqchi bo'lsangiz, обязательно kommentariyaga NMRga hayda profilni atmetga qilib keting. Olg'a O'zbekiston, qolgani Kapeyka. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Televizor olasizmi? Ha, televizor oldik. Qayerdangiz? Birinchilardan keldim. Biz bamayoqqa mo'ykaga keldik. Lokatsiya tushib qoldi. Yakras shu yerda ekan bor. Keling aka. Kompyuter olib keting. Yugurib ketdilar, kompyuter pulini to'lab. Aytganingiz kelsa. Mana istagani ko'rdim-da. Bunyodkorda oldi turuvdim men istaganda. Zo'r, ulgurmadi endi tugab qoldi. O'zbeklar. Xudo xolasa keyingi blogerlardan olgan narsalarni olishga harakat qilamiz. Sharabarani kuzatib boringlar. Hammaga omad. Barakasini bersa, bizning narsamiz tugadi. Hammaga rahmat kattakon, kuzatishda davom etinglar.